Qara Uyg'urlar 19-bölüm. Batur Xitoy konsulini qonga bo'ygandan keyin dunyoda yer tevridi. Televizorda qaysi kanalni açsanız mush xabar edi. Hamma odam Uyg'urning gapini qilayotgandek qiladi. Ba'zilari bu bir vahshiy terrorlik jinoyati deyilsa, yana ba'zilari Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmagan bo'lsa, muloyim Uyg'urlar bundaq yo'lga mangmagan bo'ladi deyishadi. Bir qism kishilar bo'lsa, Batur oilasining tragediyasidan echinib yosh to'kadi. BDT, Aqsaray, Türkiye, Rossiya, Yevropa Birligi qatorliqlar bu voqeani terrorizm nomida qattiq aybladi va Xitoy hukumatidan hol so'radi. Xitoy hukumati bo'lsa, kunlargacha Markaziy televiziya stansiyasida Uyg'ur terroristlarining naqadar xatarlik ekanligini, dunyoning o'zlariga gumon bilan qarashlarining butunlay xato ekanligining amaliy misol bilan isbotlanganligini soatlab so'zlab harmadi. Voqeaning elchisila Xitoy hukumati voqea yuz bergan davlatdan Baturni o'zlariga o'tkazib berishni talab qildi. Ammo ikki davlat orasida jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi bo'lmag'ach, bu ish ishga oshmaydigandek qiladi. Chet eldagi Uyg'urlar bo'lsa, o'zlari to'plashib olgan samandek ko'p WhatsApp to'plarida cho'qirishib ketishdi. Mana endi Xitoyga bo'lib berdigan bo'ldi. Manglab Uyg'urni Suriya, Afg'onistonga aldab avatibmi, dunyoni Uyg'urlar terrorist deganga toza ishondirolmagan edi. Bu odam uni bir kunda isbotlab berdi. Endi Xitoyning Uyg'urni yiltizdan qurib etishida gap yo'q. Shuncha ola Xitoy diplomatini bir qatimda o'ltiralamdi. Onunğa yordam qilgan cho'qim birilar bajuma. Jungo hukumati xalqaroning besim ostida endi bo'shaylab to'g'andi. Nereden chiqdi bu yitam? Vay, endi ish tugadi. Yurtimizga mangu baranmaydigan bo'ldik esit. Bu Xitoyning yangi strategiyasining bir qadami. Shundoq bir hikoyani to'qib chiqib, hamma Uyg'urni qirib o'tishni maqsad qilgan. Ajoyib yomon jitimkina. Uyg'urmidi yoki o'g'il bola. O bizga insondek yashashning nima ekanligini ko'rsatib berdi. Ondaq eshakning o'rnida yashagandan ana shundoq mardlarcha qisos elib o'lgan mangala. Batur o dunyoga yuz yo'riq ketidi. Ham Alloh xolisa jannatda rahmatlik dadisi, ayoli va navri inilari bilan xushaljon bo'ladi. Aylar o'tdi. Batur o'z turishliq davlatga o'tkazib berilgandan keyin sotqa chiqarildi. Arada uni davlat atlab to'shigan avtomobil guruhining noma'lum kishilarning hujumiga uchrab, ikki soqchining to'qinishda o'lganligi. Ammo soqchilarning ming bir jafoda Baturni oxiri nishonga salomat yetkazganligi to'g'risida hikoyalar eqib yurdi. Sotchi, qarlig'uvchi, oqlig'uvchilarning sharhiylarini birer ko'r anglab chiqqandan keyin sotlang'uvchi o'rindiqida beharamon o'tirgan Baturdan so'radi. Jinoyat gumondori Batur, sening sotqa deydiganlaring bormi? Batur
tuyuqsuz bir şirin uyqudan uyg'ongandek bo'lib, beshini bir silkib etib o'rnidan turdi va kulimsirab turib mundaq dedi. Hürmetlik sotçu janobdiri, hürmetlik sot ahli. Men aldı bilan sizlarni men sabablik bu kadar avar qilganim uchun bosh egib kechirim so'rayman. Aldı bilan deydiganim, men jinoyatimga to'liqi bilan iqror. Shundoq, men odam o'ldirdim. Hayatımda tunji qitim birlarining jiniga zomin bo'ldim. Shuni bilishinglar kerakki, bu mening ixtiyorim bilan bo'lmadi. Balki Xitoy hukumatining majburlashi bilan bo'ldi. Sizlar Ikkinchi Dünya urushida keng ko'lamli qirg'inchilik qilgan Germaniya va Yaponiya fashistlarining bevosita yetakchilarini ochiq sotlagan edinglar. Adolat o'z yerini topgan edi. Bugun sizlar ashu fashistlardanmi vahshiy va qonxo'r bir iblis rejimning irqiy qirg'inchiligining ziyonkashligiga uchrab, o'z iqtidori yetgan tor doirada intiqom olgan bir oddiy Uyg'urni sotlayapsizlar. Sizlar asli Xitoy va uning kunda qo'y so'ygandek odam so'yayotgan hamda hech uyalmay ularning ichki a'zolarini qorong'u bozorlarda setayotgan qonxo'rlarni sotlashinglar kerak edi. Ammo sizlarning buningga kuchinglar yetmaydi. Bir kunlarda sizlarning kasbdashinglar bu ishni qila olishi mumkin. Chunki bu hayotda qon to'kib javob berib boqmagan qonxo'r fashistlar texi ko'rilmadi. Hammasi baldur bo'lsin, keyin bo'lsin, adolat tarafidan sotlandi. Shu topda manga qo'shib Xitoyni sotlagan bo'lsanglar, balki millionlagan begunoh insonlarni dar oldidan qaytarib kelgan bo'ladinglar. Afsus, qonunning adolatimi havorayiga qarab bo'ladi ekan. Men bizga yaramagan ashu qonunning adolatini o'z oldimga ijro qildim. Ham qilgan ishimdan faxrlanaman. Ishoninglarki, agar dunyo balduroq uyg'onib, begunoh Uyg'urlarni dar oldidan tortib olmasa, menga o'xshash yakki qisoskorlar yana turkumlab maydonga keladi va sizlarni bekla oldirash qilib qo'yishi mumkin. Mening hech qanday e'tirozim yo'q. Ben insonlik sharifimni qon bilan judim. O dunyoga borsammu hech gunohsiz qatl qilingan ayolim va navri inilarim vaqtsiz olamdan ayrilgan dadamning yuziga kulib boqalayman. Mana shu yetar. Qanday qaror chiqarsanglar roziman. Sud ichi timtoz edi. Sotçi zastatlılarının qararını ko'rib chiqqandan keyin 15 minutdan keyin sotni davom qilganligini jakaladi. Sot sirtidan to'xtamay shuarlarning ovozi kelib turadi. Birazdan keyin sotçi sotsialga qaytib, Baturga bu davlatning eng yuqori jinoiy ishlar jazosi berilganligini e'lon qildi. Batur yaşayotgan davlatda o'lim jazosi yo'q bo'lib, eng og'ir jazo 21 yillik muddatlik qamoq jazosi edi. 2 nafar sud soqchisi Baturni yalab sotdan elib chiqdi. Atrofni bo'lsa 20 dak soqchi qo'g'dab mangdi. Batur sud mahkamasidan chiqqanida sirtda turli lozunkalarni ko'tarib shuar to'g'layotgan 10 minglarcha insonni ko'rdi. Uning ikki qo'ltiqidan tutib mangan soqchilarmi ko'rib ol deganda qilib, uning sud pashtiqida birdan turib atrofga nazar selishiga yo'l qo'ydi. Batur bir tarafda javlon qilayotgan oy yulduzliq ko'k bayroqlarni ko'rganida ko'zlariga
issiq yaşaldı. Onu hayajonga salgını şu bo'ldiki, Uyg'urlar arasida nurg'unlagan seriq chash, yeşil ko'zlik yerliklar Baturga adalet degan shiorlar yozilgan lozikalarni ko'tarishib, to'xtamay sho'rtovlab atadi. U beshini qayirib bir bulunglarda qonxo'r Xitoyning qizil bayrog'ining mo borligini ko'rdi va beshini darhol yana bir tarafga burib oldi. Saqchilar uni pastda saqlab turgan mashinaga soldi. Aldı keyni bulup 20 dek saqchi mashinasining qo'g'dishi bilan bu mashina guruhi asta-asta kishilarning nazaridan g'oyib bo'ldi. Davomi bor.